Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 67. sure Mulk. Mekke'de nazil bo'lgan 30 oyat. Nihayet şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bütün osmon zaminning podshohligi ilkida bo'lgan Allohning barkati buyukdir. Allah har narsaga qodirdir. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. Allah g'olibdir, tavba qiluvchini nihoyat mag'firat qiluvchidir. Allah 7 osmonni birining ustiga qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab boqqinki, biror yo'chiqni ko'ramsan, ondan sen yana 2 qitim qarag'in. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan va talg'an holda qaytadi. Biz barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqchi tingshashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan nur bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Parvardigorni inkor qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak ang'irgandek sat ovozini anglaydi. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tos qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas. Bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan, biz uni inkor qildik. Hamda biz Allohga hech odamga vahiydan bir narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik deydi. Ular agar biz payg'ambarlarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Ular gunohini toniydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Parvardigordan ko'may turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Alloh hamon uni bilib turadi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguvchidir. Mahluqotni yaratgan zot bilmamdi, o shaylarning nozik taraflarini bilguvchidir, hammadan to'liq xabardordir. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar, Allohning bergan rizqidan yanglar, sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Osmondagi zotning yer tavirgan chaqda sizlarni yerga yo'tqizib etishidan qo'rqmamsizlar yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar? Sizlar azobni ko'rgan chaqda mening ogohlantirishimning qanday ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarni yolg'onga chiqadi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganligim qanday ekan? Ular qanotlarini kergan va yiqqan holda ustlarida uchayotgan qushlarni, qanotlarini ochgan va yiqqan chaqda yerga tushib ketishdan faqat Alloh qudrati bilan tutib turadi. Allah haqiqatan har narsani ko'rib turuvchidir. Sizlarga Alloh yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kofirlar faqat oldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nozil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Alloh rizqini tutib qolsa, sizlarga kim rizq beradi? Ular takabburlikda, haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangiltib mangan odammi? Yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Aytqinki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qordab ketadi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi cheg'onlarda talab qilgan narsadir deyiladi. Ey Muhammad, sening o'limingni orzu qiladigan mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchi, agar Alloh sizlar orzu qilgandek meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni halok qiladigan bo'lsa, yoki bizning ajilimizni kechiktirib bizga rahim qiladigan bo'lsa, kofirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. Ularga aytib beqinglarchi,
suyinglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim iqin suv keltirib beradi degan.